Now about reading, yeah. Okay, we are starting the reading passage 3. Okay, multiple choice. All right. So just a second. I think everything is okay with you guys, and I believe everything is good. And hozir sizlar bilan reading the passage 3 ni multiple choice ni testashimiz. Okay. Demak, bizda mana multiple choice savollari bor, ko'rib turibsiz. Okay, tillarim aylanib ketib qoldi. So, har doimgidek multiple choice nima qilardik? Multiple choice the thing that we are doing in multiple choice is savolni o'qing, tamom. Tushundingizmi? Savolni o'qing, tamom. Ketasiz bu yoqqa. Alright, so the author mentions the vitamins were discovered barely a century ago. Barely degani hardly degani, zo'rg'a degani. Endigina zo'rg'a, just, it means just. Okay, endigina kashf qilindi deyish bilan nimani aytmoqchi o'zi? Okay, ya'ni in order to misol uchun maqsad nima, what's the purpose? Xo'p, endi zo'r, vitamins qani barely a century ago? Yes, this is the part, right? Discovered barely a century ago, endigina bir asr bo'ldi xolos. Kashf qilinganiga vitamins were a revolutionary breakthrough. Qarang. Revolutionary breakthrough degani nima degani? Katta o'zgarish. Okay, big discovery degani. Katta o'zgarish bo'lib berdi. Vitaminlar. In nutritional science, nutritional science degani nima degani? Nutrition bu ovqat. Bilasizlar, nutritional degani nutritional rich in vitamins degani, vitaminlarga to'la degani. Vitaminlarga to'la. Ilm fan providing cures, davo ta'minlab beradi, and ways of preventing some of the world's most terrifying diseases deyapti. Ya'ni eng qo'rqinchli dunyoni kasalliklarni ham davolashga yordam beradi deyapti. But it wasn't long before vitamins moved from the labs of scientists to become supplements that could be added to food or taken independently. Lekin ko'p bo'lmadi deyapti. Laboratoriyadan olib turib biz uni uje mana ovqatga yoki polni o'zini olib ketishga moslashtiribmiz ekan. Hop. I guess qarang, ko'p bo'lmadi deyapti. Qarang, shunchalik tez bo'lib ketibdi-da nimasi? Ya'ni mashhurligi bularni. By the end of World War, qarang, ikkinchi jahon urushi tugashi bilanoq deyapti, vitamins were available in forms not found in nature. Tabiatda ko'rinmaydigan usullarda paydo bo'lish boshladi. Vitamin fortified peanut butter, vitamin fortified degani o'zi nima degani? Qo'riqlash. Okay. Vitamin bilan qo'riqlangan peanut bu qanaqadir yong'oq turi bo'lishi kerak. Va butter degani sari yog' bo'lgan ekan. Vitamin gum, okay, chewing gum orqali saqich. Even vitamin donuts. Donut bilasizlar, anaqa pechenni. Okay. O'shalar bilan bo'lganda, qarang, endigina bir asr avval paydo bo'lgan xolos deyapti, endigina. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ular vafshi mashhur bo'lib ketayotganini aytayapti. Chunki mana ikkinchi jahon urushida o'sha tabiatda foydalanib bo'lmaydigan usullarda buni odamlar ishlatyapti. Vitamins had entered the scientific mainstream. Mainstream degani like general population degani, umumiy aholiga kirib bordi deyapti. Hop. Yet far from expressing perfectly reasonable skepticism over these products, the public asked for more deyapti. Qarang, u skepticism nima qilib o'tirmadi deyapti. Far from degani not degani. Far from not degani. Skepticism degani nima degani? Nimasi bo'ladi? Doubt. Shubha qilib o'tirmadi odamlar va ko'proq so'rash boshladi. Manaqa qilsangiz ham bo'ladi. I guess meni yozganim ham to'g'ri. Bu yerda hozir ko'raydi. Yes. Skepticism. Mana doubt. You see? Xo'p, endi this is a process that has continued ever since. O'shandan beri davom etib kelyapti dedi. Mana sizga paragraf. Nima haqida gap ketdi? Keyin dadamga
yozib qo'yib nima qilsam, mana u yoqqa telefon qilinmasa, hozir internet uzilib qoladi-da. Yo'q, narigisi. Yo'q, ular farqi yo'qmi? Nima haqida gap ketdi? C deyapmiz. Qanacha C? Voy, malades. Yeah, it's gonna be C. Thank you. Endi keling, men nimaga C bo'layotganini va nimaga C tanlayotganingizni keling tushuntiraman. O'zingiz tanlayapsiz, lekin men tushuntiray. Show how important timing is in scientific discoveries. Ilmiy tadqiqotlarda vaqtning muhimligi. What? Keyin suggest that scientists started researching them then. O'sha paytda ham tadqiqot qilishni boshlagan olimlar. Bilmadim. Man qanaqa bu retarded option bu. Okay. Keyin suggest that we are healthier now than in the past. Bu ham too retarded option, you know. Too retarded an option. So the only answer that makes sense here is C. Illustrate how quickly awareness of them has become widespread. Qanchalik odamlar keskin tanishni boshladi. Aytdi-ku, odamlar shubha qilib o'tirmadi dedi. Shubha qilib o'tirmadi degani, if you don't doubt about anything, you are quickly aware of something. Tushunyapsizmi? Bu birinchi nimasi bo'ladi? Javobning explanation. Ikkinchidan, endigina bir asr bo'lgan bo'lsa ham deyapti. Qarang, hali ko'p vaqt o'tgani yo'q-da, tezda sodir bo'lgan ish bu. Va odamlar mana foydalanishni boshlayapti. Javobimiz bu yerda C bo'ladi, okay? Qolgan uchovi javob juda ham axlat javoblar hisoblanadi, okay? All right. Endi what does the writer imply? Mana shuni ham tashlab qo'yay. Imply degani refer degani, refer to something, refer to something. Nimaga murojaat qilyapti yozuvchi? About the food marketing. Marketing bu bilasiz, advertising degani. Reklama qilish bo'yicha nimani nazarda tutyapti? And dietary supplement. Dietary supplement bu food. Industries in the fourth paragraph. 4-paragrafda yozuvchining maqsadi nima? Biz faqatgina multiple choice ga fokus qaratyapmiz, e'tibor beryapmiz. Bitta savol turi, one question type at a time. All right? Xo'p. Keyin bu yerda men o'sha multiple choice skilllarni oshirmoqchiman. Bilaman, multiple choice sizni eng oyoqdan tortayotgan narsa, o'shuning uchun ham biz faqatgina shunga bor fokusimizni, iron fokusni shunga qaratyapmiz bugun. Demak, ovqat sanoati haqida 4-paragrafda yozuvchi nima deyapti? 4-paragrafni o'qiymiz hozir. Okay? Tak. Endi 4-paragraf bu yerda bu 1, 2, 3-paragraf va 4-paragraf. So we don't notice, biz payqamaymiz, the ways the food marketers and dietary supplement makers use synthetic vitamins to add an appearance of health to otherwise unhealthy products. Otherwise degani aks holda boshqacha bo'lib ketardi degani. Otherwise degani like nimasi bo'ladi? If it was true deganda, tushunyapsizmi? Agar haqiqat bo'lganda degani, ya'ni aks holda, tushunyapsizmi? Ya'ni aks holda otherwise unhealthy mana. Aslini olganda, misol uchun unhealthy edi. Haqiqatda olganda unhealthy bo'lgan mahsulotlarga sog'lomlikni ko'rsatib qo'yish uchun sintetikadan foydalanishar ekan. Nor do we acknowledge. Biz tan olmaymiz, bu universal hisoblanadi, okay? Mana we don't notice deyapti, biz bilmaymiz yoki payqamaymiz. Misol uchun don't Qur'oni Karimdan oyat bor, don't despair nor be sad. Adashmasam bu bir tekshirib qo'yishim kerak ekan. Tak. Bu inversiya ishlatilgan bu yerda, okay? Ya'ni qanaqa ma'noda inversiya? Mana bu bor-ku, yo bunaqa bo'lmaydi, yo bunaqa bo'lmaydi. Umidini ham uzma, xafa ham bo'lma degani. Okay? Misol uchun. This is just an example for you guys. I guess yes. Mana. So don't lose hope nor be sad. Of course mana. Yeah. Endi tak, nor do we acknowledge the extent to which we use vitamins. Vitaminlarni ishlatish darajamizni ham tan olmaymiz deyapti. Acknowledge the extent degani darajani tan olish. Extent to which something happens. Bu degani like realize how impactful something is degani, tushunyapsizmi? Bitta narsani tan olishda qanchalik muhimligini tan olish. Endi
vitaminlarni deyapti, ishlatish darajamizni ham tan olmaymiz. And these other vitamin inspired nutrients to give ourselves permission to overeat foods of all kinds. Overeat nima degani? Overeat. Zo'r. Ko'p yevorish, yes. Kerakli oshiqcha yevorish. Buni nimasini, idiyomi pig out bo'ladi. Okay, cho'chqaday yeyish degani o'zi ham. Okay, mana. I mean, you can use it in speaking to add a bit of humor, but never use pig out, okay, in writing, okay? You're going to be cooked. So is your essay. Endi, qarang, bu qarang, misol uchun biz vitamin ko'rinishi bo'lgani uchun hamma narsani ko'p yevoryapmiz ekan. And we certainly don't recognize that by believing in the idea that isolated dietary chemicals hold the keys to good health deyapti. Ya'ni qarang, alohida ajratib olingan kimyoviy moddalar deyapti, sog'lig'imizga foydasi bo'lishini hold the key to degani be important to degani. Hold the keys to degani be important to something. Ya'ni sog'lig'imizga muhimligini ham bilmaymiz deyapti. Our obsession with vitamins, vitaminlarga bo'lgan muhkamimizdan ketib qolish is making us less healthy deyapti. Bizni nosog'lom ham qilib qo'yyapti deyapti. Qarang. Get out, yeah, of course. Endi, tak. Bu yerda biz nima bo'lyapti? Ya'ni nima gap ketdi? Bir aytib yuboringlar. Of course. B-A-A-A. Okay, malades. Zo'r. It is gonna be A. Okay. Odamlarni chalg'ityapti, mana aldayapti, misol uchun, noto'g'ri yo'lga boshlayapti. Nosog'lom ovqat sotib olishga. B, they were the driving force behind scientific progress. What? Ya'ni ilmiy rivojlanishning orqasidagi kuch bo'lgan. Shunaqa narsa o'qidingmi? Qaytadir. No. So see, they believe vitamins improve food quality. Yo, biz o'ylaymiz. Okay? Kompaniyalar o'ylamaydi. Men kompaniyalar haqida gapiryapman, sanoatlar haqida gapiryapman. No, it's the opposite, you know. And they are currently working to discover new vitamins. What? You see, the only answer that is screaming like I am the answer is A. Tushunyapsizmi? A dan boshqasi tushmaydi bu yerda, okay? A javob menda baqiryapti, okay? Javob berdim. Azizbek oldingi kommentda. Okay. Bizni aldayapti ekan. Mana bu yerda yozib qo'ygan, qarang. Mana. Mana qarang. Mana add an appearance of health to otherwise unhealthy products. Qarang. Mana nosog'lom ovqatlarga sog'lom ovqat ko'rinishini berib qo'yapti. O'zi ko'ryapsizmi? Aldayotgani bo'ladi-da. Nor do we acknowledge the extent to which we use vitamins and other vitamin-inspired nutrients to give ourselves permission to eat foods of all kinds. Overeat. E'tibor bering. Ko'p ovqatlanish odamning sog'lig'iga foydali emas. Okay? Bu narsani tushunish uchun menimcha you don't have to be a genius like Einstein, okay? So, mislead the public. Jamoatni noto'g'ri yo'lga boshlab ketdi. Mislead o'tgan zamonda nima bo'ladi? Mislead, okay? Noto'g'ri yo'lga boshlaydi. Nosog'lom ovqat bo'yicha. Okay. Hop, endi
Keyingisi, what does the writer refer to vitamin E in the fifth paragraph? 5-paragrafda refer to degani bu imply bilan bir xil. Mana imply tepada yozdim-ku. Okay, murojaat qilyapti. Nima uchun A vitaminiga murojaat qilyapti? Xo'p, vitamin A ga 5-paragrafda nima? 5-paragrafda. I guess this is the 5th paragraph, right? Xo'p, endi one assumption degan taxmin degani, guess degani. Guess. Taxmin shundaki, vitamins is definitely true. We do indeed need them. Do bu yerda kuchaytirish uchun, to add more meaning, or at least stress, emphasis. Indeed degani arguably, indeed, of course degani, arguably degani, keyin needless to say, right? Hammasi ha degani, albatta degani. Okay? Xo'p, endi qarang. The certain dietary chemicals that we call vitamins affect each one of us every minute of every day. Har minutda ta'sir qilar ekan bizga vitaminlar. Mana misol uchun siz dars boshlangandan beri, misol uchun deylik, pashta 1 soat bo'layotgan bo'lsa, darsimiz boshlanganiga, demak har bir minutda qanaqadir vitamin sizga ta'sir qilyapti. Shuning uchun yaxshi kiryapti miyangizga. Helping us to think, ko'ryapsizmi, o'ylashga yordam beradi, you see? Mana multiple choice da o'ylashga yordam beradigan narsa bu sizning vitaminlaringiz ekan. And speak and move our muscles. Mana muskullarimizni muscle o'qiladi, muscle emas. Mana C bilan S keladigan bo'lsa, yeah. No. Sculpture. Thank you guys. Lekin gap o'rtasida-da u. Bu endi science, yes. Yes. Thank you, but septics. No. Yeah, of course. Endi mana unaqa qarang-da, scenery, keyin bu yerda nima bor edi? Tak, muscle. Okay. Science. Bularda C o'qiladi. Yeah. Yeah, of course. Gap o'rtasi deganda pashti. Mana u endi science. You see, endi exceptionlar bor ekanda. To'xtang, unday bo'ladigan bo'lsa-chi, mana bu yerda yeah, guys, you see, after my lessons your brain started to work. Extract calories from what we eat, even see the words on this page. Bu pageda ham mana bu narsani vitaminlar orqali ko'ryapsiz ekan. Okay? Bu matnni tushunishingizga ham vitaminlaringiz ta'sir qilar ekan. Shuning uchun meva-cheva yeb turish kerak, okay? All right, you guys are funny. Thank you. Yeah, of course. Scan. Yeah, I was 50-50 right, okay? I was 50% right and 50% wrong, okay? Not 100% right. So in the tak deficiency degani shortage degani. Hali o'qimdan ketyapti. Shortage, lack of something, yetishmasligi, deficiency. In these vitamins cause serious illnesses and even deaths, o'limga ham olib kelar ekan. Something that still occurs around the world today. Haligacha sodir bo'ladi. And when administered soon enough, yetarli, tezda biz administratsiya qiladigan bo'lsak, belgilab ketadigan bo'lsak, vitamins can be astoundingly powerful. Astoundingly degani hayratlanarli darajada degani. Like astonishingly. Staggeringly, okay?
Xo'p, endi tak. Give vitamin A to a girl suffering from the vitamin A deficiency condition of night blindness. Kechqurunda ko'rmay qolishmi shunda? Shu vitamin A ni yetishmasligi shu ekan, and she can recover full vision within days. A vitaminini bersangiz bo'ldi ekan, ko'zi joyiga tushib ketib qolar ekan. Recover full vision degani ko'ra olish yana. Recover full vision degani, be able to fully see again deganda. Endi our need for them is no more avoidable than our need for air deyapti. Suv va havochalik kerak degani. Okay? Mana gapni o'zim nima qilaymi? Our need for them, bu kerak emas ekan. For them is no more nimasi bo'ladi? Tak, no more avoidable, I guess, right? Avoidable. No more avoidable than our need for air degani suv kabi havo kabi zarur-da, endi suv yo'q ekan. Havo kabi zarur degani bu degani a matter of life and death degani. Xo'p, endi C deyapmiz. Okay. So qanachi? Bir topib ko'ringlarchi. Okay, suv kabi bo'lgan. C deyapmiz. C. All right. I guess example what was for human health. Yeah, I mean C, of course it is going to be C. Of course it is going to be C. Look, correct and common misunderstandingni to'g'rilab qo'yish. Assumption is true deyapti, o'zi to'g'ri ekan, o'zi shundoq ham. Bu to'g'rilamayapti. Allaqachon to'g'ri bo'lgan narsani to'g'rilamaysiz-ku. To'g'rimi? Allaqachon to'g'ri narsani to'g'rilamaysiz. Right? Endi tak. Question why some people are reluctant to take vitamins. Reluctant odamning xohishsizligi, baxtir zaryading o'chyapti. Like less willing deganda. Unwilling degani. Xohishsiz bo'lyapti. Shu haqida gapirdimmi? Xohishsizlik haqida? I don't know. Illustrate some vitamins are less important than others. Ba'zi vitaminlar boshqalardan ko'ra kamroq muhimligini ko'rsatib beryapti. No. It's gonna be C again. Nice, yaxshi ketyapti. Uje mana kurs oxiriga borganimiz sari, yaqinlashganimiz sari uje mana readingda qanchalik, mana comprehensionda qanchalik nimasi bo'ladi. O'zi mana understandingda to'g'ri narsa bilan noto'g'ri narsani sortirovka qilish vashi bilinyapti. Kursni boshidagi bilan hozirgi mana bu progressinglar menga ham sezilyapti. U nechta topayotganingizni aytishingiz ham shart emas menga hattoki. Aytsangiz ham aytavering o'zi har kuni o'sha homework accountimga tashlayotgan paytingizda, lekin o'zimman olganda bilintiryapti. Misol uchun like the way you are finding the answers correctly and instantaneously is actually rather impressive, And what is the writer doing in the last paragraph? Oxirgi paragrafda writer nima qilyapti? Okay, oxirgi paragraf. The final paragraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu 7 mana oxirgi paragrafmi shunda? Yes. In a way, qanaqadir yo'lda olib qaraganda degani, qandaydir ma'noda degani. In a way degani. Okay. In a certain nimasi bo'ladi? In a certain instant, qanaqadir vaziyatda, qanaqadir ma'noda our attraction to vitamins like our general obsession with nutrition is perfectly logical. Perfectly logical degani tushunsa bo'ladi. Okay. Perfectly logical. Logical degani understandable degani. Rational. Tushunsa bo'ladi biz obsession. Obsession bilasiz? Addiction. Mukkasidan ketib qolish. Xo'p, mukkasidan ketib qolishimizni tushunsa bo'ladi. Misol uchun. Our well-being is affected by what we eat.
and no one wants to be sick. Ya'ni biz yegan mana well-being sog'lig'imiz yegan narsamizdan ta'sirlanadi va hech kim kasal bo'lishni xohlamaydi. But that doesn't explain how the term vitamin, a word coined by Polish biochemist Casimir Funk before any vitamin had even been chemically identified, has come to be synonymous with health deyapti. Qarang, be synonymous with degani nima degani? Sinonim bo'lib qolish. Bu nima degani bu? Be synonymous with. O'shini bildiradi degani. Okay? Yes. With degani mean degani. Misol uchun o'zim kursim maqtab ketay endi. Mana misol uchun ishlatish sinonim bo'lib qolgan degani. Okay? Sinonim bo'lib qolgan deganda nima nazarda tutyapman? Lekin vashchi qotyapti kompyuter ishon vaqti yo'q. Jo'natmayapti-ku bitta xabarni ham. Bilmayman, million marta jo'natib yubordi shekilli. Xabar bordimi? Nechtadir? Lekin menga ko'rinmayapti. Jo'natdim-u, hech narsa bo'lmayapti. Qotyapti, vashchi qattiq qotyapti. Oxirgi savol. Qarang. Shu narsani anglatadi. Ya'ni nimaga biz o'zi sog'liq qarang, coin degani bu tanga degani emas, ikkinchi ma'nosi bor, readingda ko'p chiqadigan ma'nosi. Mana shu narsani bilib olishingiz kerak. Bu degani nima degani? Discover degani, ya'ni o'ylab topish, give something a name degani. Nom o'ylab topish. Ovoz eshitilmay qoldi, kompyuterim qotyapti. Kimda hammasi zo'r? Kimda hammasi zo'r? Zo'ra? Yes. Xo'p, o'sha coin degan bitta narsaning nomini o'ylab topish. O'zi qanday bu narsa, lekin bu narsani tushuntirmaydi deyapti. O'zi hech qanaqa vitamin chemically identified qilishdan avval, ya'ni kimyoviy jihatdan aniqlanishdan avval vitamin degan nom berilganini tushuntira olmaydi deyapti, tushuntirib bermaydi deyapti. Alright? Isn't it odd, for example, that bir narsa balamin and alpha bir narsa, bu endi nomini bilishim ham shart emas, bilgan taqdirda ham tushunmayman bu narsani. You see, hammasi o'zi ham tushunish shart emas, bu narsani vitaminligini tushuntirsangiz bo'ldi-ku. Endi isn't it odd degani g'alati emasmi degani? Okay. Isn't it odd? Isn't it strange? G'alati emasmi? Okay. G'alati emasmi? Misol uchun deyapti, mana vitaminlarda aytib, sound intimidating. Intimidating degani bunday seskantiradigan degani. Intimidating, yes. Scary degani. Okay, terrifying degani. Misol uchun makes you feel weak. Tushundingizmi? Kuchsiz his qildiradigan narsani sizga intimidating. While vitamins B12 and E, which are names for the same substances, seem good deyapti. Ya'ni misol uchun qarang. Mana cyanocobalamin, alfa tocopherol degan narsalar intimidating tuyuladi deyapti. Lekin bir xil nom, mana misol uchun B12 and E degan vitaminlar deyapti, yaxshidek ko'rinadi deyapti. Ya'ni nomiga bog'liq ekanda bu narsa. Isn't it strange that, ya'ni isn't it strange degan o'sha isn't it odd that we worry about hydrogenated oils, high fructose corn syrup, artificial sweeteners and genetically modified food, but allow synthetic vitamins to be added to nearly anything without question. Ya'ni g'alati emasmi biz mana bunaqa hydrogenated oils, bu qanaqadir yog' turi ekan, fruktozasi ko'p bo'lgan siruplar, keyin sun'iy shakarlar va genetically modified food, geni o'zgartirilgan ovqatlar. Mana shu ham nimada writing tasvirda bo'ladi, mana shunaqa narsalar ham genetically modified genetically bo'ladi. Modified food degani geni o'zgartirilgan ovqat. Food xuz bo'laveradi, narsaga nisbatan ham xuz bo'laveradi. Okay? Sizga beginnerda o'qituvchingiz faqat odamlarga degan bo'lsa, ozgina sizga boshqacha tushuncha bergan bo'lishi mumkin, lekin xuz bo'laveradi. Whose genes have been altered. Okay. Yes. Have been qo'yganimiz ham genlarda. Lekin deyapti sintetik vitaminlarni deyapti deyarli hamma narsaga qo'shishga rozi bo'lamiz without question degani o'ylab o'tirmasdan degani. Without question, without thinking. So'roqqa tutib o'tirmasdan, without question degani without thinking da. So'roqqa tutib o'tirmasdan degani o'ylamasdan degani. O'ylagan narsangizni so'roqqa tutasiz-ku. And then use the presence of those vitamins to define the food as healthy deyapti, ya'ni ovqatni deyapti
sog'lom deb aniqlash uchun keyin o'sha vitaminlarning borligini asos qilib ko'rsatamizmi deyapti. Presence degani availability degani mavjudligi degani. Xo'p endi. Tak. D. Okay, D. Alright. So questioning the history, qarang, просто question degan so'zni ko'rganingiz uchun question deganni bu yerda A deb javob olishingiz uchun menimcha beginnerga qaytishga to'g'ri keladi. Yaxshiyamki buni bitta o'quvchi ham aytmayapti. Thank you. I'm really happy. That's good. Outline the chemical makeup, kimyoviy tuzilmasini aniqlayapti ba'zi vitaminlarni. No. Makeup degani like composition degani. Makeup degani composition, tashqi tuzilmasi aniqlash ketyaptimi? Explaining why vitamin supplements can be difficult to manufacture. Ishlab chiqarishga nimaga qiyinligi? No, D bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Thank you guys. Yes, I have to say that, illustrating how we view vitamins differently to other substances. Substance degani nima degani? Modda. Misol uchun substance. Bu degani modda, misol uchun chemical da. Xo'p, kimyoviy moddalardan deyapti, misol uchun. Endi mana u B bo'lmaydimi siz yo'q, u tashqi tuzilishini gapirmayapti-ku, vitaminda o'sha kimyoviy tuzilishlar haqida gapirmadi-ku. D bo'ladi. Qarang, misol uchun deyapti, bizning fikrlashimiz har xil deyapti mana bu yerda qarang. Mana hydrogenated oils mana ular substanceslarda mana bu narsalar ne deyapti, biz xavotir olamiz deyapti, uni worry deyapti, bizni fikrlashimiz xavotir. Lekin deyapti, sintetik vitaminlarga kelganda savol so'ramasdan shuni yeyaveramiz deyapti. Qarang, fikrimiz boshqacha. Vitaminlarga boshqani va moddalarga solishtirganda bizni fikrimiz boshqacha. Biz savol so'rab o'tirmasdan bemalol xotirjam yeyaveramiz. Vitamin degan nom bor, tamom. So'ramam o'tirmaymiz. Lekin misol uchun artificial sweeteners ga kelganda yoki misol uchun bu yerda oils, sirupga kelganda, fructose deyapti yana keyin genetic modified foodga kelganda biz xavotirlanib qolamiz deyapti. Ya'ni fikrlashimiz boshqacha ba'zi moddalarga nisbatan. You see? Of course, thank you guys. It's the answer is going to be D. Yeah, of course, o'sish bor. Katta o'sish bor bu yerda. Revolutionary breakthrough bor bu yerda. Wordless da. Endi writing yoramizda. Okay. Writing. Xo'p endi bar chart below show changes in the percentage of changes ekan, bu trend chart hisoblanadi. Okay, trend chart. It's a trend chart guys. Trend charts. Bu degani o'sha change chart, increase decrease bor bunda. Okay, increase decrease, as you can see there is an increase and decrease. There are an increase and decrease. So percentage of households with cars there. Shu overview ga 3 ta narsa tanlayinchi shu yerda. Manimcha davom etaveramiz, hammasi joyida. Yo'q, yaxshi. Overviewga 3 ta narsa tanlang. Baxtir menga hisobga ber lekin.
Xo'p, 3 ta narsa tanladingmi o'zi? Xo'p, qarang. Demak, nokarlar tushib bordi. To'g'rimi? Ya'ni nokar tushdi nima? Yana misol uchun nokar decrease nima? Vashshi bu. Okay, misol uchun mana shunaqa yozishingiz. Okay, like don't make such a silly and schoolboy error. Okay, lekin misol uchun bu yerda misol uchun deylik xo'p, qarang, mana nokar kategoriyadagilardiki, misol uchun kategoriya bu yerda men plan qilib olyapman-da. Bular mana dropped, to'g'rimi? Bu planniki bu, bunaqa yozmayman men. Просто plan uchun kerak xolos. Hop. Okay. Endi ikkinchidan mana bu qarasangiz like fluctuation, one carlar, one car o'zi bu two car. Okay. Xo'p, qarang, qolganlari mana one car bilan two car kategoriyalari two cars bo'ladi endi, two cars. Okay, two cars and more debdi, multiple cars bo'ladi. Okay, bir nechta. Xo'p, bular nima bo'ldi? Fluctuate bo'ldi, fluctuate bo'ldi. Tak. Lekin qarasangiz, mana bu nimalarning soni, ya'ni mana bu one carlilardagi one car kategoriya bu yerda one car kategoriya nima bo'lgan bu? Tak oxirgi yillarda misol uchun became popular bo'lib ketgan. Ya'ni nima bo'ladi? Kategoriyasi misol uchun saw an increase. Kattaroq o'sishni mana shu ko'rganda baribir. Yoki dominate siz ham bo'ladi, dominated. Bu overview ni plani xolos. Boshladik. Xo'p, the bar chart below yozmayman. Below yozilmaydi. Okay, yozilmaydi va paraphrase qilinmaydi. Xo'p. The bar chart shows changes, illustrates percentage changes. Okay, percentage point changes. Illustrates changes in the proportion of families with vehicles, with personal vehicles. Shaxsiy avtomobillar bo'ladi, endi oilani in a European country between and from 1971 to 2001. Demak, illustrates bu yerda changes ga sinonim, shows ga sinonim bo'ldi. Proportion percentage ga sinonim bo'ldi, as you can see. Hop, families, households. Hop, cars, personal vehicles. Hop, a nima bu yerda one deb olyapman. O'zi one da a deb olyapman ekan. Between bilan endi mana a n endi birlik bo'ladi. Between va and bo'lsa from bilan to bo'lar ekan. Okay, bu narsalarni juda ko'p tushuntirganman. Okay. Rocket science emas-ku. Hop, endi overall deyman. Overall, tak, qarang. One car.
the percentage of households without a car, mashinasiz, without a car, qarang, no car, without a car, without degan no deganda. Oilalarning soni, misol uchun, declines significantly over the period, despite their initial popularity. Esa mashhur odam, oilalar mashhur bo'lmaydi-da, dominance ham bo'ladi, dominantligiga qaramasdan. Despite the bo'ladi. Endi bu yerda the dedim, bu ularni deb spesifik aytib ketyapman. O'zimman olganda, bunaqa nima bor? Despite the initial dominance degani, bu dominantlikka qaramasdan, in spite of, despite of qo'ymang. Okay. Bu degani regardless of yoki in spite of bo'ladi. Okay, despite of bo'lmaydi, lekin despite ni o'zi bo'ladi. In spite of the initial popularity ham bo'ladi, mashhurligi. Okay, so endi tak, shunga qaramasdan mana bular they were dominant at first, right? As you can see, mana dominant edi, o'shunga qaramasdan mana tushib ketdi. Okay, declined significantly over the period, berilgan muddat davomida. Endi keyingilarga keladigan bo'lsak, qarab turing. While the shares of okay, like families, I guess, right? Families with a single automobile, I guess. Automobile o'qisam bo'ladi, automobile, right? And multiple of them, ulardan ko'pchiligi mana multiple of them. Multiple of them emas, multiple ones, yes. Juda ko'pchiligi bo'lganlari nima qildi? Tended to rise and fall, o'sib tushib turdi, mayli fluctuation demaylik, mayli. Ana rise and fall. Okay. Rise and fall esida qolish uchun aytaman, empires, imperiyalar rise and fall. Meaning nima degani bu? Mana shuni tarjimasini kim biladi? Hop, Shakespeare oxirida i bo'ladi, menimcha. Shakespeare. Okay. I don't know. Hop. Kimda hammasi zo'r? Zo'r. Da. Okay. Having demadimku. Having dedimmi? I don't know. So, and qarang, tended to rise and fall. Rise, ana tend to rise and fall degani qanaqadir ma'noda fluctuate degani. Fluctuate bo'lib turdi with the figures for the former. Birinchisiniki deyapman. Birinchisida mana single automobile bo'lganlarning raqamlari nima qildi? Tak. Tak, leading, okay, skyrocketing,
Skyrocket qil desam bo'ladimi? Not really. Okay. Leading the pack deyman. Guruhni boshqarish degani lead the pack. Lead the pack. Okay. Lead the pack degani guruhni boshqarish. Lead the pack. Ishlasa bo'laveradi, bemalol. Kim gapiraveradi, ChatGPT ham gapiraveradi, boshqalar ham gapiraveradi. Ishlasa bo'laveradi. Men ham ishlatganman, misol uchun writing lexical resource'im 9 ku meni. Mana misol uchun lead the pack ishlatganman-da men ham. What is that? Xo'p, mana misol uchun mana reklamani tashlayman. Lexical resource'dan 9 olganman mana misol uchun. Lead the pack ishlatganman, gapiraveradi kim ishlatish mumkinmi demasa, deb aytsa ham. Mana ketdi-ku mana narsa. Baba o'quvchilarga isbot kerak, tashab qo'yray bir yo'li. Xo'p endi become dominant degani. Xo'p qarang, with the figures for the former branchning raqamlari mana ularda single avtomobillardagi avtomobil edi va bular nima qilyapti? Leading the pack. Yes, towards the end of the time frame. Time frame degani duration, period degani. Okay. Time frame, period degani. Davrning oxiriga borib qarasangiz, nimaga leading deyapman, verb ing qo'shyapman. Men buni juda ko'p darslarimizda tushundim. With bo'lgan gaplarda verb ing qo'shiladi deb. Okay. Qarang, alters. Change. Alter. Ikkovi ham verb bo'lsa, alteration noun bo'lsa. Alteration noun. Okay. Xo'p endi, tak. Leading the pack, mana bu birinchi o'ringa chiqib oldi. Leading the pack. Towards the end of the time frame. Vaqtning oxiriga borib, misol uchun. Mana. Qarasangiz dominant bo'lib oldi. Endi body one ga nima yozaman? Body one ga tak. Mana nokarlarda yozsam bo'lar ekan-a? Nokarlarra. Okay, yoki mana bu ikkovini yozib olaman. Mana bu ikkovini. 71 bilan 81 body one ga yozib olaman. Alright. Qayerga qolib qolyapti u? Naqadar yaxshi ishlamayapti. So bu body one va bu yog'i body 2 hisoblanadi. Okay. What the hell is this? Ishlamayaptimi shunday? Xo'p endi 1971 bilan 81 body 1 ga yozib olaman. 1971 va 1981 body 2 ga tak 1991 va 2001 yozib olaman. Alright. Menimcha shu. Zo'r. Tak, boshladik. No qara. Okay. Looking first at the percentages of households in terms of their ownership of cars in the first decade, right? Birinchi dekada dedi, mana birinchi dekada, ikkinchi dekada, uchinchi dekada, mana birinchi dekada dedi, mana 10 yillik mana. Ga qaraydigan bo'lsak, ownership degani possession degani. Possession deb yozaman endi keyinchalik. In terms of when it comes to degani. Based on degani to'g'rirog'i. Ya'ni birinchi dekadada odamlarni, aholini foizni hisobga oladigan bo'lsak, nimaga egalik qilish bo'yicha, mashinaga egalik qilish bo'yicha deb to'chka qo'yib qo'ymasdan davom etamiz. Qaraydigan bo'lsak, no carlari like how many percentages here? Like 47, I guess, right? 47
of the population aholini, misol uchun endi oilalarda 47% degani aholi. 47% aholi of the entire, okay. Butun aholini 47%, chunki mana European country deganda, did not have a car. Mashinasi bo'lmagan. Nechinchi yilda? In 1971, a figure which then dipped degan tushish degani, dipped to 42%, I guess, right? 42% after 10 years. 10 yildan keyin nimaga tushdi? 42% ga tushdi. The entire population, umumiy aholi, the whole nation deganda, the entire population, the whole nation. Butun mamlakatda, misol uchun 47% da mashina bo'lmagan. A figure which then dipped to. Bu raqam keyin nimaga 42% ga 10 yildan keyin tushib ketdi, qarang. Xo'p, a figure which then, keyin bu gap o'rtasida ishlatasiz. Okay, gapning o'rtasida deb yozay mana shuni. Ba'zilar bor, shuni bitta gapni ko'rib oladi-da, qarab-qaramasdan ishlataveradi. A figure gap o'rtasida, mana ko'ryapsiz, which then deb turib, increase yoki decrease bo'lganini yozib qo'yasiz, ya'ni o'sgan tushganini. Misol uchun dip deyapman, bu endi decrease deganda to deb turib necha foizga tushgan, oshganini aytib qo'ysangiz bo'ladi. 10 yildan keyin 42% ga tushib ketdi deyapman. Xo'p, endi hammasi joyda 35% odamda mashina bo'lgan. So of the whole populace, umumiy aholini, populace degan population degan. Populace. Whole degan so'zni mana bu yerda ishlatdim. Bu example sentence da ishlatdim xolos. Alright. Dan degani, of degani, out of degani. Of population degani bu, of degani out of. O'shandan degani. Misol uchun 40 tadan nechta topdingiz desa, misol uchun how many correct answers have you found out of 40 from degani. Ya'ni butun aholidan, butun aholidan 10 minut, 15 minut. Hop. 35% of them, 35% qarab turing. Possessed only one car, only one vehicle. Va qanchasi, like 15 taxminan 17%, compared to 17% with 2 or more cars. Qarang, bitta mashinasi bo'lgan, xolos dedim. Compare to degani ga solishtirganda degani. As opposed to degani. Compare to solishtirganda, as opposed to in comparison with, okay. Solishtirganda. 17% ga solishtirganda with 2 or more cars. Ikkita va undan ko'p mashinasi bo'lgan. Mana bu yerda ham 2 cars or more deb qo'ygan. Va bularning raqami their respective figures, ularning mos ravishdagi raqamlari, bu degani 35 va 17. Bu respective hurmat degani emas. Okay. Mos ravishdagi raqamlari nima bo'ldi keyin? Qarab turing. Tak 35 dan 31 ga tushibdi. To'xtangda, mana qanaqa deydi-da. The difference, the disparity, farq, o'rtadagi farq. Chunki o'rtada farq bor-ku 35 bilan 17, right? Disparity degani gap, difference degani. O'rtadagi farq qisqardi deymiz. Chunki qisqaryapti-ku mana. You see, mana ko'ryapsizmi? Mana ko'rayotgan bo'lsangiz kerak o'zi, mana farq bor, qisqaryapti. The disparity narrowed down, okay, in 1981 when qarab turing. When the figure for the former birinchisiniki, mana 35 likni aytyapman. Tak tushdi. Okay. Declined, okay, nima deymiz? Decreased to 31%, I guess. Right? 31% ga tushyapti men bu yerda. 31% ga tushyapti va mana uni raqami, mana farqni qisqartiryapti. Qarang, keyin taxminan 20 ga ko'tarilyapti. And that for the latter, ikkinchisiniki, qarang, former degani birinchisi degani. Birinchisi doim nima bo'ladi? Hozir z bo'ladi. The former. Birinchisi, the latter degani ikkinchisi degani. Endi that for nima bo'lyapti? That for the figure for degani qaytarmaslik uchun, bitta gapda qaytarmaslik uchun. Bitta gapda bir xil so'zni qaytarmaslik uchun. Ishlatyapman. Okay.
Xo'p endi that for the latter ikkinchisiniki, ya'ni ikkinchisining raqami tak rose to rose ni yozdik, increase deyman. Okay, increase to what? 27%. Okay, 27%. Xo'p, tamom. Birinchisiniki 31 ga tushib ketdim, ikkinchisiniki 27 ga ko'tarildi. Bo'ldi menimcha. Xo'p. Xo'p endi. Look, turning to the remaining piece of information on the chart, right? On the chart. Chartdagi qolayotgan raqamlarga qaraydigan bo'lsak, if we look at the remaining piece of information, qaraydigan bo'lsak, right? Mana o'chishda davom etdi, qarang. The percentage of families with no car maintained a downward trend. Maintain a downward trend means decrease over and over again, continuously, basically. Continuously. Maintain the downward trend. Mana yozib ketdim oldin ham. Mana 37 ga oshdi. Birinchisining raqami, ikkinchisining raqami 27% ga oshdi. Bunga respectively qo'yish shart emas. Okay. Respectively qo'yadigan joyi ham bo'lgan, chunki dangal o'zinikini aytib ketdim mana. Nagli qilib. Respectively qo'ysam g'alati-ku. Aytganimdan keyin respectively qo'yish endi boshqa bo'lib ketib qoladi. Maintain a downward trend. Okay, reaching a trough degani low point. Trough of like how many percentages here? 27%, 27%. Reach a trough of degani hit a low of degani. Quyiga tushib ketish, okay? So, 27% ga tushib ketdi. In the final year, oxirgi yil nechinchi yilligi bilim turibdi mana. Okay, mana. Oxirgi yil nechinchi yilligi bilim turibdi 2001 da. Quyiga tushib ketdi, 27% ga tushib ketdi deyapman. Endi undan keyin tak bitta mashina, ana ikkita mashinalarni yozib qo'yaylik. After tak tushib ketish, like declining, dipping, reducing to 21%, 21%. The figures for those with one car, with one vehicle, okay, share the same. Okay, nechinchi yilda tushib ketyapti? 91 da. 21% ga tushib ketyapti. Mana ikkita mashinasi borlarni qarang, mana 21% ga tushib ketdi, mana tushib ketdi. With one vehicle, shared the same standing, same standing. Yeah, to'xtatib. Kerak emas ekan. With one vehicle. Xo'p, nechinchi yilda bu? 1991 mi? Da 21% ga tushib ketgandan keyin deyapman. Qarasiz, mana tushib ketdi. Ikkita mashinasi borlar. Ana endi keyin ko'tarilyapti. Rebounded degani qaytalanib keldi degani, ya'ni bounce back degani. Qayta o'sish degani, rebound degani recover, okay, like yana nima bo'ladi? Comeback, qaytib kelish. Endi comeback noun bo'lsa, u nima qilib qo'shib yoziladi. Ya'ni o'g'il bolalar remontada deb yozib o'tirmang, comeback bilan remontada bitta narsa. Jaqizishib ketib qolmay, o'zidan ketib qolib.
Qizlar buni tushunmaydi baribir. Rebound, recover, comeback chunki futbol haqida-da bu. Increase again degani. Tushundingizmi? Bounce back. Hop, rebounded to the same 27%. 27% ga 10 years later. 10 yildan keyin. Nimaga the same deyapman? Qarang. Mana bor-ku 27% da qoluvdi-ku mana ular 27 ga tushib ketdi-da. Mana shu 27% ga mana bular ham okay. Hop, 10 years later. Qarang, two vehicles. Multiple deymanda, multiple vehicles. Bir nechta mashinalar bor. Multiples degani a number of degani. Okay. A number of like multiple, right? Okay, several. Okay. Xo'p endi va oxirgisi finally deyman. Finally, keling mana shu after reducing o'rniga rostdan ham having reduced stiliga tushib ketgandan keyin. Men aytganman, bu narsani o'zi ko'p tushuntirganman. O'zi hamma narsani ko'p tushuntirib bo'ldim uje. Tezroq bularda ishlatib, writingingizni yana ham yaxshilab IELTS topshirish navbati keldi. Okay, having taken IELTS topshirib bo'lganimdan keyin I had a rest, dam oldim. Bu degani after taking IELTS I had a rest, dam oldim. Mana misol uchun mana ko'ryapsiz, bir xil. Having reduced to degani after reducing to degani bir xil. Faqatgina mana bu endi Pro Max variantida, mana after oddiy. So finally va nihoyat bitta mashinalilarnikidan o'sganini aytib qo'yaman. Qarang, bu почти cho'qqiga chiqyapti. Tak 47%. 91-yilda finally the proportion of households with a single car, bitta mashinasi bo'lganlarniki like okay, peaked at o'zi cho'qqiga chiqdi-da 47% in 1991. 1991-yilda pikka chiqdi deyapman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, peaked at 47% in 1991. Qarab turing. Before falling back to, tushib ketishdan avval degani. Before falling back to nechaga tushib ketishdan avval? Qarasangiz 43 ga tushib ketishdan avval ekan-a. Falling back to 43%. Tak. In the culminating year. Culminating degani tugayotgan degani. Culmination year? Like culmination year bo'ladimi shunda? Year or culminating year. Slightly more common, like culminating year. Oxirgi yil. Men to'g'ri yozgan ekanman. Yes, you see. In the culminating year tagiga chiziladi. Oxirgi yilda degani. Final last degani. Oxirgi yilda 43% ga tushib ketishdan avval 47 da pikka chiqqan deb aytib qo'yaman. Tamam. Почти 2 soatdan beri mana biz darsdamiz. Offline kurslar ham xuddi shunaqa-da. Okay. Hop, done guys. Thank you. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Meni ham ko'zimda ko'z qolmadi bugun. Take care.